lekin katta ekan. Bu kaptar o'zim yaxshi bilaman. Ertaman o'sha kech payt tushaveradi. Shunaqa o'ta qattiq uchadiganlar. Kattaligi ham katta. O'zim bilganim uchun ro'para qo'shnim. Endi bu zarilib qopti, mana degim kelmay qoldi. Uchadigan bog'lar. Kami 5 soat, 6 soat uchadi. Eng kami. Tortib o'ynaydi. 4 ta 5 ta tortib o'ynaydi. Bular o'ta garantiyali. Bular uchirib tushmay qolyapti. Ertaman uchsa ham tumanga kirib ketyapti. Tushmay qolyapti, uchirmay qo'ydi. Bekitib hayotda o'zi bu zarilib qoldi. Aka sotaylik deb syomka qilyapman kech paytda. Manzil Andijon Izboskan Magir daira bo'yida. Meni qo'shnim. Bitta olib kelingan bular, bitta yig'ilgan. O'g'norga yomon qiziqdim men. Ana. O'g'norda o'zim 500 ming so'm berdim. Yetcha oz bo'lib qoladi dedi ama. Lekin katta ekan. Bu kaptar o'zim yaxshi bilaman. Ertaman o'sha kech payt tushaveradi. Shunaqa o'ta qattiq uchadiganlar. Kattaligi ham katta. O'zim bilganim uchun ro'para qo'shnim. Endi bu zarilib qopti, mana degim kelmay qoldi. Assalomu alaykum akalar. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjonov kanalini tomosha qilyapsizlar. Videoda agar o'tkazmasdan ko'rgan bo'lsanglar tushunasizlar. O'sha Oqnor ertaman uchsa kech payt tushadigan kaptarda Namangandan akamiz olgan ekan. O'sha paytda 1 millionga modasini yo'qotib qo'yibdi. Mana shu kechagi videosi. Kecha tashlagandik Telegram kanalimizga. Bugun to'liq obzorni qilib beraman. Shular ko'ktim shu ko'ryapsizlar kallalarni. Endi men maqtashim kerak yo'q, boshqasi yo'q. Shular o'sha paytda 1 millionga olgan. Hozir modasi yo'q, sotaman dedi. Telegramga kecha tashladik. Shu sotildi bu kaptar akalar. 1 millionga o'sha olgan puliga berdi. Diyorbek marhamat anaqa Farg'onalik ukamiz bordi, shu bola oldi. Bu kaptar o'zi To'raqo'rg'onlik Namangan To'raqo'rg'onlik akamiz olgan degan. Kechagi videolar mana shu. Nar shunaqa qattiq uchadi. Xudo xolasa nima deydi, bolalardan chiqsa ko'rsatamiz, uchiramiz inshaalloh. Agar ko'paytirib anaqa baqsa ko'rsatamiz. Lekin shunlar o'zi bu ashi iz bosgan deydi. Mana Shohmirzo akam qo'shnisining kaptari edi. O'sha paytda sotilganda bunga klient rosa ko'p bo'lgan o'sha paytda. Keyin o'sha akamizga nasib bo'lib olgan ekan. Endi bu akamiz ham shu kaptar ko'p o'zi. Keyin moda olaman desa modalar vashi $300, $200 deyishyapti uka dedi. O'shanga sotib yuboraman undan ko'ra dedi. Ikkita nari ham bor, yana bitta nari bor ekan. Uni ham buni ham sotib yubordi kecha. Diyorbek oldi ikki narni ham. Bitta nari ashi bo'lish kerak. Mana. U ham nar lekin ikki oq ham nar bo'lib qopti. Bu oq uchyapti dedi. Tomdan tushish ekan, qiynanyapti uka dedi. Lekin bu ham o'yinchi kaptar dedi. Uchirib ko'rmadim, hali haydamadim, lekin tomdan tushsa ham qiynalib tushadi dedi. Lekin nariga 1 millionga sotilganda qanot bermaydigan. Bunisini 600 mingga beribdi. Ular ikkosini ham olgan puliga beribdi. O'shaning uchun kecha Telegramda nima deydi, shunday nomini olib bordim. Tushunmagan akalar bo'lsa deb bugun to'liq obzorni qilib qo'yapman. Menga meni shaxsan o'zimga bundan ko'ra nargis yoqdi ko'proq. Bu ham yaxshi, просто nargis qandaydir narigidan o'ta go'zal qarorda ekanda, ular yoqdi. Endi u ham zo'r, lekin ikkosi ham bir-biridan zo'r, lekin nargis sal kuchliroq o'xshadi men o'zim ham bo'yicha. Lekin ko'sam chub o'ynaydi, lekin narigini ham uchuq zo'r. Shu yuraveradigan kaptardan, dahanasi kuchlidan. Shunaqa akalar. Bizning kanaldan uzoqlashmanglar. Telegramdagi kanalimizga o'tib qo'yinglar.
yangilarni tashlab turamiz. O'sha yerdan ham olsanglar bo'ladi. YouTube'dagi kanalimizga agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizni klass bosib qo'llab turasizlar. Videoni boshlashdan oldin klass bosib ko'rasizlar. Keyin esdan chiqib qoladi. Agar sizlarda mana shunaqa sotiladigan kaptar bo'lsa, to'liq ma'lumotini yozib, bunaqa chiroyli qilib video qilib tashlasanglar, bunaqa tumaloq video emas, katta video qilib YouTube'ga tashlab ko'ramiz. Ahmadjon deb istasanglar shu Telegram kanalimiz chiqadi. Andijon zot kaptorlar. Akalar sog' bo'lasizlar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Kanaldan uzoqlashmanglar. Xudo xolisa yana ham kuchlilarni chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.